jimyon har bir savol. Ajdodlarim yotgan bu tuproq bugun menga bo'ldi bir kamol. Har qarich yer qadim bir sado, har bir shamol bobom nafasi. Men jim tursam hamki qonim ichida O'zbekiston degan sado joshurar. Yurt nomida bor mening nidom, men shu yurt farzandi, shu elning o'g'li. Boshimni egmayman dunyo oldida, chunki orqamda bor bobolar ruhi. Ko'zimda osmoning, qo'limda tuproq, yuragim ichida o'chmas bir olov. Agar so'rasa dunyo kimligim, javobim tayyor. Men shu yurtga dov, yuzimda bayrog'im, ko'ksimda vatan. Shamol ham nomingni aytar O'zbekiston. Ibrat beradigan joylarini insonlar o'ylab berolmaganligi uchun ham kitobni ichida qolib ketishi. Meni uyimda 500 ta kitob bor degan. Boshlang'ich sinf o'qituvchisini adashmayotgan bo'lsam, o'sha mana farzandlarga ham qanaqa ta'sir qilganini bilsak bo'ladi-da. Hali maktabga chiqmaganlar kichkinagina bo'lganman. O'shanda meni erta kitoblarim bo'ladi. U roman juda qiziqarli edi. Masalan, bola tilida yozilgan. Birinchi o'qigan sarim sarg'izlik bo'limi bo'lgan. 5-sinfni tugatganimda Endi tasavvur qilaveringlar-da, 500 ta kitobni o'qigan onadan qanaqa farzandlar yetishib chiqishini. endi birorta kitobni kinosi bo'lsa, kimdir menga kelib kinosini ko'rib qo'ysinchi desa, yo'q, kitobni o'qiyman degan narsa bo'lganda menda. Onam endi har doim erta kitob olib kelib o'qib beradilar, uxlashimdan oldin. O'shandan keyin kitobga ozgina bo'lsa ham mehrim uyg'ongan. Shu yoshligimdan bugun o'zlari o'qituvchi bo'lganda, o'sha yoshligimdan kitob haqida, kitobga mehr qo'yish haqida o'ziga yoshligimdan gapirgan edi. Kichkinaligimdan o'zim momom yoshdan oldin ertaga o'qib berardi. Kinosi bilan kitobidagi ikkalasi ikki xil narsada. Yoqtirgan kitoblarim bo'lardi. Birinchi mana shunday yoqtirib qolganman deb o'ylayman. Shunaqa narsa ichimda paydo bo'lgan, men ham katta bo'lsam kitob o'qiyman degan narsa bo'lganda, kitob o'qishimga sababchi bo'lgan inson ona tilida so'zimiz rivojlanish bo'lgan. Bir kuni o'zimga shunaqa yoshligimda shunaqa va'da berdim o'zimga, kitob o'qiyman degan. O'sha hozir o'qishni bilyapman, endi o'qisam bo'ladi deganman-da. Bechora o'ynaydigan narsalar bo'lmagan, toshlar, o'rmonlardagi yog'ochlarni o'ziga do'st qilib nomlar qo'yib o'ynagan. Xayolot olamini o'sha joyda ham kuchli ekanligini, bolalarni baribir dunyoqarashi kattalarga nisbatan rang-barang bo'lishi o'sha orqali ham ochib berilgan. Keyin o'tgan kunlarda yangi muqovasi chiqdi, agar bilsalaring. Qilcha va o'sha Abdulla Qodir yozgan, ya'ni o'sha arabni o'sha boshqa tilda yozilgan, yarmi qilcha, yarmi arab. U kitob ham usti qanaqadir yoqdi menga, chiroyli chiqqan ekan. Ortiqcha bezak qo'shmagan. Ortiqcha bezaksiz. Men o'sha kitobni agar kitobni o'qigan bo'lsam, baribir o'sha kitobga o'rganib Ko'ksimda bir savol tinmay so'rar, men senga ne berdim ona diyor. Agar javobim jim qolsa bir kuni, demak hali kamdir mening xizmatim. Bu elga bosh bo'lmo, emas niyatim. Bu elga bir halol farzand bo'lsam bas, qadamim ortidan chang emas. Balki yaxshi nom qolsa shu menga meros.